Xo'p, assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli mijozlar, podpischilar. Bugungi ustaxonamizga kelgan 6 kilolik LG avtomat kir mashinasi. Buni barabanini yechib oldik. Pachiska baraban, pachimlik, ten, amortizator. Ancha chirish holatlari kuzatildi korpuslarida ham. Islata kraskalar tayyorlab qo'ydik. Hozir barabanni ochishni boshladik. Ko'ramiz, ochib loy changlarini, zanglarini ketkazib, toza qilib, yuvib, artib, tozalab, porядка qilib yig'ib ishlatib beramiz. Hali video tayyorlayman. Ish jarayonini, ishlagan jarayonini hammasini video obzor qilib, bitta qilib joylayman, ko'rasizlar, tomosha qilasizlar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, videoning tagida nomer qoldiraman. O'sha nomerga o'zimizga yaqin mijozlar, Bekobod shahar, Bekobod tuman bo'ylab aloqaga chiqsalaring, dastlabki xizmatlarimiz bor. Xudo xolasa olib borib, olib kelib qo'yib, ishlatib, chiroyli qilib berib, qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Mana shunaqa xizmatlarni qilib berishga. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.